uxlaganingizda ham, nafas olganingizda ham ozasiz. Aynan bu retseptim bilan ichaklaringizni generalniy uborka qilishingiz mumkin. Bu retseptim atigi 10 ming so'm bilan tayyorlanadi. Videoga like bosing, qani ketdik. Retsept uchun bizga yarim stakan yog'siz kefir, bir bog' ukrop, yarimta limon va bir osh qoshiq asal kerak bo'ladi. Kefirni ichiga ukropni maydalab to'g'rab solamiz, asalni aralashtiramiz, limon suvini siqib, ustidan gazli mineral oddiy suv solamiz. Chortoq yoki borjomiga o'xshagan suv bo'lishi kerak. Tayyor bo'lgan damlamani uxlashdan yarim soat oldin har kuni bir mahal ichamiz. Bu retseptni bir hafta tayyorlaysiz, bir hafta davomida kamida 1-1,5 kilo hech qanaqa diyetalarsiz mana shu retseptni o'zida vazn tashlaysiz. Retsept sizni nafaqat ozdiradi, balkim ichak faoliyatini yaxshilagani uchun, ichaklaringizni tozalagani uchun qabziyat degan kasallikdan xalos ham bo'lasiz. Bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishni va ko'proq insonga yetib borish uchun semiz bo'lgan dugonangizga jo'natib qo'yishni unutmang.